Kechirasiz, ko'p kasal bo'lyapman. Immunitet ko'taradigan dori bering. Immunitetni ko'taradigan dorilar arbidol, polioksidoniya, interferon havoga sovurilgan pullardir. Chunki ularning samarasi fan tomonidan tasdiqlanmagan. Nima uchun bu dorilar ishlamaydi? Immunitet bu mushak emas. Zalga borib uni o'stirsangiz, uni muvozanatini buzish oson, lekin tabletkalar bilan ko'tarish deyarli mumkin emas. Olib borilgan tadqiqotlar ma'lumotlari Cochrane 2023-yil immunomodulatorlar o'tkir virusli infeksiyalarni oldini olishiga hech qanday dalili yo'q. Sog'liqni saqlash tashkiloti immunomodulatorlarning nojo'ya ta'siri borligi va ularning samarasi tasdiqlanmaganligi sababli ularni tavsiya etmaydi. Nima uchun bu dorilar xavfli? Ular allergiya hamda immun tizimida buzilishlar chaqirishi mumkin. Marketingga ishonmang. Immunitet tabletkalarni emas, sog'lom odatlarni yaxshi ko'radi. Bu videoni immunitetni doim tabletkalar bilan ko'tarishga harakat qiladigan do'stingizga yuborib qo'ying.